Shunday bo'ladiki, shunday daqiqalar bo'ladiki, siz odamlarning gapiga juda ham ko'p ahamiyat berib qolasiz. Nega mana bu odam meni yomon inson dedi? Men axir yaxshi insonman-ku. Men yomon inson emasman-ku. Nega endi mana bu odam meni ovqatlarimda juda ham ta'mi yomon ekan deb aytdi? Nima sababdan? Meni ovqatlarimda ta'mi juda ham yaxshi-ku. Nega endi meni ustimdagi libosimni xunuk deb aytdi? Meni ustimdagi libosim juda ham go'zal-ku. Nega endi meni farzandimni yomon deb aytishdi? Meni farzandim yaxshi-ku deb mana bunaqa gaplarni ha deb gapiravergan sari siz bilaveringki, siz odamlarning gapiga ahamiyat beryapsiz, siz narsis insonga aylanyapsiz. Sizni ichingizda o'sha narsis rivojlanyapti. Go'yoki u urug' ekdi va u daraxt bo'ladi, kurtaklaydi, gullaydi va oxiri mevalaydi. Bu juda ham yomon odat. Kimdir sizni farzandingizni yomonladimi? Nima uchun yomonladi? Nima sababdan? Yaxshilab bir analiz qilib ko'ring. Ha, meni farzandim, men 9 oy qornimga ko'tardim. Shu yoshgacha voyaga yetkazdim. Yoki bo'lmasam erkaklar, bu meni farzandim. Men bunga non olib kelyapman. Men buni yedirib ichirib kiydiryapman. Senlarga emas gapirish degan gaplarni gapirishdan oldin biz ota-onalar yaxshilab o'ylab ko'raylik. Nima uchun meni farzandimni yomon deyapti? Nimaga endi mana shu xulqini yomon deyapti? Nima sababdan yomon deyapti? Yaxshilab o'ylab ko'ring. O'zingizga qarang. O'zingizni biron bir xulqingizga, buni xulqi biron narsani solishtiryaptimi? Magnit kabi tortyaptimi? Unda siz o'zingizni o'zgartirishga harakat qiling. Ana bolani borib urib, so'kib, tepib, qarg'ash shart emas. O'zingizni o'zgartiring. Bolangiz esa asta-sekinlik bilan o'zi o'zgaradi.